Bugun Andijon davlat universitetida 28-aprel butun jahon mehnatni muhofaza qilish kuniga bag'ishlangan ko'rik tanlov bo'lib o'tdi. Unda viloyatdagi 8 ta tarmoq yo'nalishida 100 dan ortiq korxona va tashkilotlardan jami 300 nafar ishtirokchilar qatnashdilar. Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mehnat jamoasi ham tanlovda faol ishtirok etdi va O'zbekiston transport, yo'l va kapital qurilish industriyasi va kommunal xo'jalik xodimlari kasaba uyushmasi tizimidagi korxona va tashkilotlar o'rtasida birinchi o'rin egalladi. 2025-yil 28-aprel Xalqaro mehnat muhofazasi kuniga bag'ishlangan butun jahon tadbiri o'tkazilyapti. Bu tadbirda Andijon viloyati kasaba uyushmalari qo'mitasi birlashmasining tashabbusi bilan tanlov e'lon qilingan. Andijon suv ta'minoti ishchi xodimlari kasaba uyushmasi va mehnat muhofazasi sohasidagi ishtirokchilar kelib qatnashyapti shu tanlovda. Aytish joiz, ushbu sana 2003-yildan buyon xalqaro mehnat tashkiloti tashabbusi bilan muntazam o'tkazib kelinmoqda. Uning asosiy maqsadi ish joylarida xavfsizlik va sog'liqni muhofaza qilish madaniyatini rivojlantirish, mehnat jarayonida yuzaga keladigan baxtsiz hodisalar, kasbiy kasalliklarning oldini olishdir. Bo'lib o'tgan tadbirda g'oliblar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.